Mani qaynonamga ham o'zini xarakterlari bor. Mani ham xarakterim bor. Lekin biz o'zaro kelishib olganmiz qanaqadir. Va bunda mani nima deydi? Xatti-harakatim ko'proq bo'lgan. Chunki men o'sha oilaga tushganman, men kelganman. Begona joyga men kelib qolganman. Tasavvur qiling, boshqa davlatga borsangiz siz nima qilasiz? Davlatni ayblamaysiz-ku. O'zingiz moslashasiz. O'sha uyni ayblamaysiz, o'sha tegi qonun qoidalarini qanaqadir politik o'sha nimalarni qonun qoidasini ayblamaysiz. Ayblamaysiz. To'g'rimi? Siz shu bilan yashaydi. o'sha yerda siz moslashishingiz kerak maksimal. Birinchi o'rinda siz o'sha yerda выживание deydi-yu. O'sha yerda yasha olishingiz kerak. Ya'ni выживание ruscha, o'zbekcha bilmayman. Yashab qolish kerak. O'shanga kurashish kerak. Qisman boshida bo'ladi, iloji yo'q. Lekin aksariyat nimaga yosh, tushuncha kam va men degan tushuncha bor. Shuning uchun bu yerda qizlarimiz, kelinlarimiz albatta xatti-harakat qilib, haligi har qanday muhitda moslashuvchanligi ko'proq bo'lish kerak deb o'ylayman.